ko'p ham siqilavermang. Duo qilyapsiz-u, ammo u qabul bo'lmayapti deb o'ylayapsiz. Bir misol. Siz non olish uchun bir nonvoyni yoniga borasiz. Nonni pishishini kutib turar ekansiz. Nonvoy bilan suhbatlashib qolasiz. Va sizning xushsuhbatligingizdan nonvoy sizni yoqtirib qoladi. Nonvoy boshqa mijozlarni istagini berib, ularni tezda jo'natadi. Bu orada siz istaganingizni ola olmayotganingiz uchun siqila boshlaysiz. Lekin bilmaysizki, nonvoy sizga endi pishayotgan chiroyli nonlardan bermoqchi ekanligini. Shunday ekan, doim shukr qiling va alhamdulillah deng.